Tun Yabg'u Xoqon davri G'arbiy turk xoqonligining eng gullab yashnagan davri edi. Xoqon davlatni nafaqat harbiy qudrat orqali, balki madaniy va iqtisodiy rivojlanish orqali ham mustahkamlagan. Vasiliy Bartold. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Siz O'zbekiston tarix telekanalida ot usti ko'rsatuvini tomosha qilmoqdasiz. Bugun biz sizlar bilan oldingi ko'rsatuvimizning mantiqiy davomi sifatida Tun Yabg'u Xoqonning keyingi faoliyati bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Tun Yabg'u Xoqon unga tobe hukmdorlarni boshqarish uchun xoqonlikda mavjud bo'lgan an'anaviy usul, nikoh rishtalari orqali siyosiy boshqaruvni yo'lga qo'ydi. Jumladan Xitoy yilnomalarida Samarqand hukmdori Kuymujji uning qiziga uylangani zikr qilinib, u shu vaqtdan e'tiboran turklarga bo'ysundi deb ta'kidlab o'tilgan. Xoqonning yana bir qizi Sosoniylar shahanshohi Xusrav Parviz bilan turmush quradi. Aynan shu yillarda xoqonlikning Eron ustidan nazorati kuchaygan bir payt edi. Taomilga ko'ra xoqonlar o'z qizlarini tobe hukmdorlarga uzatishar va shu tariqa ularni o'zlarining ta'sir doiralariga olishardi. Bu usul aslida qadimgi turkiylar odatiga mos bo'lib, unga ko'ra qiz bergan tarafning kuyov tomonidan ustunligini ifodalardi. Xoqonlar esa o'zlari bilan teng mavqedagi saltanatlar hukmdorlari bilan nikoh aloqalarini bog'lashgan. Xususan, Tun Yabg'u Xoqon Xitoy malikasiga uylanish uchun Xitoy imperatoriga elchi yuborgan bo'lsa, 628-yili Vizantiya imperatori Irakli bilan Kavkazda uchrashganda, imperator unga o'z qizini berishga va'da qiladi. Uning o'z qizlarini, masalan, Samarqand yoki shunga o'xshash kichikroq hokimlik hukmdorliklarining boshqaruvchilariga qizlarini berib, kuyov qilgan holda yana ham davlatning boshqaruvini kuchaytirgan, nazoratni kuchaytirganini ko'ramiz. Shu tufayli u davlatning tarqoqligini, nazorat qilish orqali ichki xavfsizlikni ta'minlashga erishdi. Boshqa tomondan esa Xitoydan bo'layotgan xavflarga qarshi kurashdi. Hatto Xitoydan, masalan, turk xoqonlarining ko'pchiligi malikalar so'rab, o'sha Xitoy xoqonining imperatorining qizlariga uylanish orqali o'zining xalqaro darajasidagi davlatning tan olishini ta'minlagan bo'lsa, Tun Yabg'u Xoqon endi Xitoy tomonidan bo'layotgan Sharqiy Turkiston orqali, ya'ni Qoshg'ar, Turfon tomonidan bo'layotgan Xitoyning davosini dan turk xoqonligini, bizni hududlarni saqlab asrab qolishga erishdi. Demak, 12 yillik hukmronligi davomida uning o'zi bir tomondan o'sha Kavkazgacha yetib borganligini ko'rsak, u yerdagi arman, gruzin, cherkas, chechen qabilalar bo'ysundirgan bo'lsa, boshqa tomonda esa Slavyan, ya'ni Volga bo'yidagi yoki undan ham atrofidagi turkiy urug'larni, qabilalarni birlashtira oldi. Bugungi kunda ham tatarlar, boshqirtlar, no'g'oylar, qozoqlar, qirg'izlar, turkmanlar, uyg'urlar, hamma ko'pchilik turkiy qardosh xalqlar Tun Yabg'u Xoqonni, ammo G'arbiy turk xoqonligini o'zining milliy davlatchiligi deb bilishining negizida aynan Tun Yabg'u Xoqondek katta bir ishlar, siyosiy ishlar amalga oshirilganligi voqeliklari yotadi. Tun Yabg'u Xoqon davrida G'arbiy turk xoqonligi boshqaruv tizimi qabilaviy ittifoqqa asoslangan edi. Davlat 10 o'q-budun, ya'ni 10 qabila ittifoqi tizimiga bo'lingan bo'lib, bu tizim hududiy birlik va ichki boshqaruvni saqlashda muhim rol o'ynagan. Har bir qabila o'z hududida ma'lum darajada mustaqil bo'lgan, ammo umumiy siyosat Xoqon tomonidan belgilangan. Xoqon Vizantiya bilan diplomatik aloqalarni mustahkamlab, ularga harbiy ittifoqchi sifatida yordam ko'rsatdi. Bu ittifoq asosan Sosoniylar imperiyasiga qarshi qo'shma harakatlarni o'z ichiga olgan. Vizantiya xoqonlikdan yordam sifatida turkiy harbiy yollanma askarlarni olgan. Tun Yabg'u Xoqon Sosoniylar bilan chegaradosh hududlarda bir qator muvaffaqiyatli harbiy yurishlar olib bordi. Bu uning davlatining janubiy chegaralarini mustahkamlash va xalqaro savdoni rivojlantirishga xizmat qilgan. Tun Yabg'u Xoqonning hokimiyati ko'proq bu Qora dengiz bo'yi, Kaspiy bo'yi, undan tashqari Shimoliy Xitoyni ham qo'lga kiritganini aytib o'tdik. Bizning hududlar, ayniqsa Amudaryo, Sirdaryo oralig'i esa uning bir o'zak hududiga aylandi. Buni bilgan, bundan xabardor bo'lgan Xitoy yilnomalachilari shunday yozadi: Tun Yabg'u Xoqon davrida G'arbiy xoqonlik juda ham hududi kengaydi. U davlatni boshqarish uchun, yengillashtirish uchun boshqaruvni, o'zining o'rdasini, qarorgohini
Choshning, ya'ni Shigo deydi, Tosh davlatining shimoliga ko'chirib keldi. Mingbuloq deb ataladigan joyda edi buning qarorgohi deydi. Shundan keyin butun qo'l ostidagi vassallarga, tobiy hukmdorliklarga unvonlar berib, ularni masalan Eltabar degan unvon, Tudun degan unvonlar berib, ularni noiblari sifatida bilib, boshqaruvni yanada kuchaytirdi. Hattoki Bossi deydi, Fors, ya'ni Sosoniylar Eroni undan ruxsat olgan holda davlatni boshqaradigan darajaga keldi degan ma'lumotlarga urg'u bergan. G'arbiy turk xoqonligi soliq tizimini mustahkam yo'lga qo'ygan bo'lib, bu orqali xoqonlikka tobe mamlakatlardan o'lpon tizimini yo'lga qo'ygan. Movarounnahar va Yettisuv hududlarida rivojlangan shahar madaniyati o'z kuchini oshirgan. Shaharlar atrofida yirik bozorlarga e'tibor qaratilib, ichki va tashqi savdo uchun sharoit yaratilgan. Xoqon boshqa turkiy qabilalar bilan ittifoqlar tuzgan va ularni o'z tasarrufiga olishga intilgan. Bu davlatning ichki barqarorligi va harbiy qudratini oshirishda muhim omil bo'lgan. Tun Yabg'u Xoqon Sharqiy turk xoqonligi bilan raqobat qilgan bo'lsa-da, Xitoyning Tang sulolasi bilan bevosita to'qnashuvlardan qochishga harakat qildi. Bu uning diplomatik mahoratini ko'rsatadi. Xitoy bilan tinch savdo aloqalarini saqlash Xoqonlikning iqtisodiy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Sosoniylar imperiyasi bilan harbiy to'qnashuvlarga qaramasdan, Xoqonlik ularning savdo tarmog'i va madaniy aloqalardan foydalanishni davom ettirdi. Vizantiya bilan yaqin aloqalar, ayniqsa qo'shma harbiy hamkorliklar va diplomatik missiyalar orqali mustahkamlangan. Vizantiya tarixchilari Tun Yabg'uni kuchli va aqlli hukmdor sifatida ta'riflagan. Demak, shu darajada bir xoqonlikning chegarasini kengaytira olgan bir hukmdor sifatida bilinadi. Boshqa tomondan esa Tun Yabg'u Xoqon bizning aynan O'zbekiston hududi bilan Amudaryo, Sirdaryo oralig'i bilan bog'liq bir nechta faoliyat olib borgan. Bu nimada ko'rinadi bilasizmi? Mana Toshkent shahrida, ya'ni Chosh vohasida Jabg'ukat, Xotunkat degan shaharlar bo'lgan. Buni arab yozma manbalarida tilga olinadi, Xitoy manbalarida tilga olinadi. Mana shu shaharlarning qurilishi ham aynan Tun Yabg'u Xoqon boshqaruv davriga, ya'ni 7-asrning birinchi choragiga to'g'ri keladi. Bu demak 618-630-yillarda Jabg'ukat, ya'ni Jabg'uning shahri, xoqonlikning markazi qarorgoh sifatida bir Toshkentga o'sha markazi ko'chirilganligini ayta olamiz bunga qarab. Boshqa tomondan aynan Toshkent vohasidan topilayotgan o'nlab, yuzlab tangalarda o'sha Tun Yabg'u Xoqon degan ismlar uchrayapti. Mana Saudiya yozuvida Tun Yabg'u Xoqon, Bag'i Tun Yabg'u Xoqon degan so'z bor. Bu bizni tilga tarjima qiladigan bo'lsak, ilohiy Tun Yabg'u Xoqon degan ma'noni bildiradi. Uning 3 ta turda tangasi bor. Masalan, ondagi malika xotun bilan qo'shaloq portretli tasvirli tangalari bor, Saudiya yozuvli, yoki ikkalasi alohida o'sha nimada o'tirgan holatdagi tasviri bor. O'sha taxtda o'tirgan va yana o'sha so'zlar uchraydigan. Keyin Tun Yabg'u Xoqonning faoliyatlaridan bittasi o'sha paytda aynan To'xoriston deb bilingan, bugungi Janubiy O'zbekiston, Janubiy Tojikiston va Shimoliy Afg'onistonga to'g'ri keladigan qadimgi Baxtriya, To'xoriston hududida alohida bir turkiy boshqaruvga asos solinishiga ham hissa qo'shdi. U ma'muriy islohot o'tkazdi, mamlakatni boshqaruv tartibini yaxshigina amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Iqtisodiy jihatdan mamlakatni baquvvat qildi. Mamlakat iqtisodiy jihatdan quvvatli, ya'niki bo'lsam baquvvat bo'lsa, qolgan ishlar albatta unga kuch beradi, qudrat beradi. Mamlakatni poytaxtini Siyob degan shaharga ko'chirdi. Bu o'sha hozirgi Qozog'istonning hududlariga to'g'ri keladigan joy edi. Ana o'sha yerlarga ko'chirib, mamlakatni yana ham bu yoqqa, ya'niki Markaziy Osiyo tomonlariga, o'sha To'qmoq degan shahar yaqinida joylashgan, siljitishga muvaffaq bo'lyapti. Poytaxtni siljishi ham albatta mamlakatni siyosiy jihatdan mahalliylashishiga, ularning markazi Oltoy edi dastavval, keyin Yettisuv bo'ldi, undan keyin bu yoqqa ko'chishi albatta ancha bu yerda ularni o'troqlashayotganligini, qolaversa mahalliy aholi bilan hamkorlikda va ma'muriy markaz sifatida buni tanlanishi juda ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Tun Yabg'u Xoqon markaziy hokimiyatni kuchaytirish maqsadida davlatda ma'muriy islohot o'tkazgan. Viloyatlarda nazoratni kuchaytirish uchun o'z vakillari, tudullarni yuborgan.
mahalliy hukmdorlarga turkiy unvonlar in'om etgan. O'g'li Tardushodni Toharistonga noyib qilib tayinlagan Tunyabg'u Xoqon Eronga qarshi Vizantiya imperiyasi bilan ittifoq tuzgan. 627-yili g'arbiy turklar bilan tuzilgan shartnomaga asosan Eronga qaram bo'lgan Kavkaz orti hududiga hujum qilgan. Tunyabg'u Xoqon qo'shinlari 627-yili Darband, 628-yili Tbilisini zabt etishgan. 603-yildan 658-yilgacha g'arbiy turk xoqonligi mavjud bo'lgan bo'lsa, biron bir hukmdori buni qilgan ishichalik mamlakatda ishlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'lmadi. Buning albatta tanlab olinishiga yo'l ochgan asosiy mavzulardan bittasiga aylantiradi. Ya'niki bu boshqa xoqonlarga nisbatan o'zining o'sha alohida serg'ayratliligi bilan va tashabbuskorligi bilan ajralib turar edi. Shuning uchun ham buning ma'muriy islohoti nima deydi? Bu ilk bor xoqonlar orasida mahalliy hokimliklar. Shu paytgacha masalan avvalgi xoqonlar davrida buni chegaralari, ya'niki mamlakatda bizni hududlarga hokimlarni tayinladi-da, hokimlardan faqat soliq olish bilan cheklandi. Bu unday qilmadi. Har bitta mahalliy hokimlarning ustidan o'zini tudun deb nomlangan yangi bir lavozimini joriy etdi va tudunlarni har bitta hokimlikni tepasiga, ya'niki hokimlarning ustidan nazoratchi qilib qo'ydi. Bu tarixda bo'lgan narsa emas edi. Mahalliy hokimlarni ham ularni ham tahqirlanadi. Ularga ham balki turkmi boshqa har biriga Yavg'u degan unvon berishga muvaffaq bo'ldi. Bunaqangi unvon berish avvalgi xoqonlar ham keyingi xoqonlardan kuzatilmoqda. Chunki bu mamlakatda buning o'sha tartibga, ya'niki aytaylikki mamlakatning taraqqiyotga, ya'niki izlanishiga yo'l ochib bergan asosiy omillardan biri bu. Uning o'g'li o'sha yerga borib, Tardushat degan o'g'li Xitoy nomalarida aytilishicha 620-yillarda o'sha Termiz atroflarida o'zining bir Balx atroflarida hokimiyatni yanada mustahkamlab, To'g'riston yabg'uligiga asos soldi. Hatto o'sha 629-yillarda bizni hududga kelgan mashhur Xitoy rohibi Suyansizan u bilan Tunyabg'u Xoqon bilan ham uchrashib, ham uning o'g'li Tardushat bilan ham uchrashib Hindistonga borishga muvaffaq bo'lgan. Uning esdaliklarida, xotiralarida aynan Tunyabg'u Xoqon bilan ko'rishadi. Bu ko'rishish jarayoni So'yob shahrida, bugungi To'qmoq, Qirg'izistonda To'qmoq shahri yonida yuz beradi. Shunda yozadiki, o'sha Suyansizan Tunyabg'u Xoqon dedi, juda katta bir ziyofat uyushtirdi, elchilar bilan biz sayyohlarga, rohiblarning nimasiga atab dedi. Shunda u juda ham ulkan bir chodir qurdi. Chodirda butun oltin, kumushlardan yasalgan bir idishlar bor edi. Bularning hatto qo'shib biz taom yeyotganimizda, yemak yeyotganimizda musiqa chalinib turdi. Bu musiqa garchi xitoyliklarga yot bo'lsa ham, lekin juda ham yoqimli edi dedi. Yoki o'sha elchilarga, sayyohlarga yoki rohiblarga ko'rsatish uchun qo'shinni yig'di dedi. Qo'shinida 200 ta general darajasidagi o'sha tarxonlar yig'ilib qator bo'lib turdi va ularning orasidan bittasini tanlab, u ko'p tillarni biladigan, yo'lni yaxshi biladigan bir askarni tanlab, unga Bahodur Tarxon degan unvon berib, bizga yo'l boshlovchilik qilib tayinladi va dedi 66 ta davlat bo'ysunar ekan dedi. Tunyabg'u Xoqon 630-yilda amakisi Bahodur tomonidan o'ldiriladi. Bu paytda uning Tegin unvonli o'g'li Sug'd va Tohariston tomonlarida edi. Bahodur Xoqonning Tunyabg'u o'rnini egallaganidan norozi xalq Shahzoda Teginni Yettisuvga chorlaydi. Tegin bu yerga kelib hokimiyatni qo'lga kiritgach, Sir Yabg'u Xoqon unvoni bilan taxtga chiqadi. G'arbiy turklarning janubiy hududlarda, ya'ni hozirgi Shimoliy Afg'oniston, Tohariston hududlari hamda Pokistonning bir qismi Kashmir va Gandhara hududi hamda Shimoliy Hindistonda faoliyat ko'rsatgan turkiy sulolalarni o'rganganman. Mana shu turkiy sulolalar tarixda ikkita yirik sulola o'zi ikkita yirik sulola bo'lib
Toxariston yabg'uligi va Kobul teginshohlari deb nomlanadi. Mana shu ikkita sulolaning faoliyati bevosita To'nyabg'u Xoqon barpo etib ketgan davlat nomi bilan bog'liqdir. Sababi To'nyabg'u Xoqon o'zining o'g'li Tardushatni Toxariston tomonga noyib qilib tayinlaydi va undan keyin turklarning janubiy hududlarga, ya'ni Toxariston, Shimoliy Afg'oniston, Pokistonning Gandhara va Kashmir qismi hamda Shimoliy Hindistonga bo'lgan faol harakatlari boshlanib ketadi va mazkur hududlar bo'ysundiriladi. Hattoki bu yerda G'aznaviylar hokimiyat tepasiga kelguniga qadar ayrim manbalarda 843-yilda, ayrim manbalarda 822-yillargacha mana shu To'nyabg'u Xoqonning o'g'illari barpo etgan davlat shu yerda faoliyat ko'rsatadi. Ko'rib turganimizdek, To'nyabg'u Xoqonning qurgan davlati izsiz yo'qolib ketmadi. Uning avlodlari keyinchalik shu Al-Hind diyorida barpo etiladigan G'aznaviylar, Dehli sultonlari, Boburiylar kabi buyuk davlatlarning paydo bo'lishida asos poydevor vazifasini o'tadi. To'nyabg'u Xoqon harbiy qudratini oshirish maqsadida muntazam qo'shin tuzgan. Bu esa turli qabila vakillaridan tashkil topgan edi. U yengil otliq askarlar taktikasini takomillashtirgan. Bu orqali u tezkor hujumlarni uyushtirib bordi. Asosiy e'tiborni sarhadlarni kengaytirishga qaratdi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, 100 ming qo'shinni suvoriyni yig'ish va uni qurol bilan, ot bilan ta'minlab berishni o'zi juda katta bir mashaqqatni tashkil etadi. O'sha davr uchun albatta. Bu o'sha ishni uddasidan chiqdi va suvoriy sifatida, ya'niki o'zi o'sha har bir jangda ot ustida ularni nazorat qilib, ularni albatta o'zi boshlab yurishga ham muvaffaq bo'ldi. Har bir harbiy yurishlarda, har bir harbiy to'qnashuvlarda o'zi bosh bo'ldi. O'zi qatnashib, o'zi o'sha intilib, mamlakatning sarhadlarini shimoliy hozirgi Pokiston hududlarigacha, Afg'oniston hududi bilan birgalikda bosib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Natijada buni o'sha nimalari, hududlari, sarhadlari Amudaryoning yuqori qismlaridan tortib to o'sha Hindikush hududlarigacha yetib bordi. To'nyabg'u hukmronligi va buni shaxsi juda ko'p manbalarda qayd etiladi. Xususan Xitoy manbalarida buni Hunexu deb nomlangan. Yoki bo'lmasam laqabi Bisiyu deb aytilgan, ya'ni Xitoy tilidagi Bisiyu degani Si sulolasini fath etuvchi degan ma'noda keladi. Xitoy manbalarida, chunki Si davlatini doimiy xavf solib, tugatishga harakat qilib, unga doimiy xavf solib turganligi uchun Bisiyu degan ularning manbalarida keltiriladi. Va ular yana aytadiki, g'arbiy turk xoqonligi hech qachon uning davrida qalik kuchli bo'lmagan degan manbalarda, Xitoy manbalarida ma'lumotlar uchratishimiz mumkin bo'ladi. Buni hukmronligi davrida 100 mingdan ortiq qo'shin jamlandi. Suvoriy jamlandi. Turk yigitlaridan iborat 100 ming suvoriy jamlanishi va buning istilolari, ya'niki harbiy sarkardaligi mamlakatning sarhadlarini kengayishga yo'l ochdi. Buning eng qilgan tarixdagi yaxshi islohotlardan biri bu ma'muriy islohotni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Lekin afsuski, To'nyabg'u Xoqonning faoliyati nafaqat Eron, Vizantiya bilan balkim o'zaro ichki urushlarga barham berish bilan ham o'tdi. Avvalambor To'nyabg'u Xoqonning o'sha to'laslarni bo'ysundirishi natijasida g'arbiy xoqonlik yanada o'z rivojining yuksak cho'qqisiga ko'tariladi va 630-yilda u o'zining amakisi Kulbahodir tomonidan o'ldiriladi. To'nyabg'u Xoqon davrida o'zining bir cho'qqisiga chiqqan g'arbiy xoqonlik 640-yillarga kelib biroz tanazzulga yuz tuta boshlaydi. Ya'ni To'nyabg'u Xoqon vafot etganda bir 10 yillar o'tib. Demak, uning davlatchiligi juda ham mustahkam bo'lganligi, undan keyin taxtga o'tirgan hukmdorlarning ham davlatni u darajaga yetishga harakat qilganligi bilan bog'liq bo'lishi kerak. Faqat bilamiz, o'sha paytda o'nlab shahzodalarning borligi bir tomondan davlatni boshqarish uchun foydali bo'lsa, ikkinchi tomondan ularning xoqon bo'lishga qilgan da'volar natijasida o'zaro urushlar, taxt talashuvlar natijasida davlatning yemirilishiga ham olib kelgan holatlar bo'ldi. Mana shunday voqeliklardan biri 630-yillarda yuz berdi.
Bahodir taxtni egallab o'zini xoqon deb e'lon qildi va undan keyin G'arbiy turk xoqonligining butun boshqaruvi Bahodirning qo'l ostida qo'liga o'tdi. Endi Tunyabg'u xoqonni biz shunchalik ko'p faoliyat yuritib, katta ulug' ishlarni amalga oshirishi bilan birga ayrim xatoliklarga, yanglishuvlarga yo'l qo'yganligini bilamiz. Xitoy ilnomalarida u butun o'sha davlatni yuksaltirib, hokimiyati juda ham o'sib, katta hududlarga yoyilgandan keyin, qudrati oshgandan keyin mag'rurlana boshladi va xalq bilan, aholi bilan unchalik hisoblashmay qo'ydi. Hatto o'sha qo'lga tushirilgan o'ljalarni, harbiy nimalarni, mol-mulklarni o'zining qo'l ostidagi qo'mondonlar bilan yoki qo'shin bilan bo'lishmaydigan darajalarga keldi va shuning uchun undan xalq yuz o'girdi va natijada bundan foydalangan amakisi Bahodir xalqni o'zi tomoniga og'dirib, umuman qo'shinlarni o'zi tomoniga tortib, Tunyabg'u xoqonni yengdi va uni o'ldirishga muvaffaq bo'ldi deydi. Tunyabg'u madaniy rivojlanishni qo'llab-quvvatlagan. Uning davrida turkiy yozuv, san'at va hunarmandchilik rivoj topgan. Hunarmandlar tomonidan ipak, metall buyumlar va zeb-ziynatlar ishlab chiqarilishi kengaygan. Tunyabg'u xoqon hunarmandlarni rag'batlantirgan va ularga xavfsiz ishlash sharoitlarini yaratgan. Uning davrida turkiy tilda yozuvlar va madaniy an'analar rivojlangan. Bu davrda o'ziga xos turkiy tamaddun shakllanib, keyingi avlodlarga meros bo'lib qolgan. Tunyabg'u davrida turkiy tilning siyosiy va madaniy rolini oshirishga katta e'tibor qaratilgan. Turkiy yozuvlardan keng foydalanila boshlangan. Runik yozuvlar davlat hujjatlarida va yodgorliklarda qo'llangan. Yozuvning rivojlanishi turkiy xalqlarining tarixiy merosi saqlanishiga xizmat qilgan. Bugungi kunda Orxun Enasoy yozuvlari ana shu davrining madaniy yodgorliklari sifatida ko'riladi. Qo'shinning o'sha jangovarligi, qo'shinda o'tkazilgan islohotlar, qo'shinni qurol bilan ta'minlash, mamlakat iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lsa, bu narsalarga albatta yo'l ochiladi. Ana shuning uchun ham mamlakat iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'ldi. Bu yerda ana endi aynan bizni gapirayotgan 17-asrda birinchi yarmida Ipak yo'li nihoyatda muhim ahamiyat kasb etardi bu yerda savdoda. Ipak yo'lini asosiy bu yerda Xitoyning asosiy o'sha ipagini xaridorlari bu Vizantiya imperiyasi. Harir liboslarga, harir nimalarga, ipak matolarga bo'lgan ulardagi iqtisodiy jihatdan u mamlakat ancha baquvvat edi-da Vizantiya va qolaversa insonlarni ham u yerda Vizantiyada madaniy saviyasi ancha yuqori bo'lganligi uchun ayollari, erkaklari ham imkon darajasida ipakdan to'qilgan matolarga ishqiboz bo'lgan. Shuning uchun mana shu buyuk Ipak yo'lining ahamiyati buning davrida nihoyatda ortib ketdi. Va bu o'sha Ipak yo'lining nazoratida mamlakatda o'sha nazoratini, Ipak yo'li nazoratini juda yaxshi amalga oshirib berdi. Va o'sha shaharlar, Ipak yo'lini bo'yida joylashgan shaharlar Samarqand, Buxoro, Marv, Xorazmlarda albatta iqtisodiy markazlarga aylandi. Tunyabg'u xoqon G'arbiy turk xoqonligining siyosiy, iqtisodiy va harbiy qudratini yuksaltirishda muhim rol o'ynagan. U nafaqat turkiy qabilalarini birlashtirishga muvaffaq bo'ldi, balki ularni xalqaro miqyosda tan olingan qudratli davlat darajasiga olib chiqdi. Uning siyosati kelajakda boshqa turkiy davlatlar uchun namuna bo'ldi. O'sha davrda eng ko'zga ko'ringan imperiyalar o'shalar edi dunyoda. Boshqa bunaqangi imperiya, ya'ni aytaylik kuchli davlat o'zi yo'q edi, dunyoda yo'q edi. Masalan, aytaylikki, arab xalifalik hali mavjud emas edi. Bir vaqtlarda gullab yashnagan Rim, Yunon imperiyasi bo'lgan Yevropa unaqangi kuch, qudrat yo'q. Bu yerda bitta o'sha dunyoning markazi yuqorida ta'kidlaganimiz Vizantiyani asosiy raqobatchisi hozirgi Eron hududidagi Sosoniylar va Xitoydagi Tan imperiyasi. Masalan, Hindistonda Guptalar, Xashra degan mayda davlatlar edi. Ularni dunyo miqyosidagi imperiya darajasiga o'tadi. Lekin ana shu Xitoydagi Tan imperiyasi bilan birgalikda Sosoniylar bilan yoki bo'lsa Vizantiyadagi kuchli imperiyalar qatorida G'arbiy turk xoqonligi ham 7-asrning birinchi yarmida yoki bo'lsam aytaylikki o'sha birinchi choragida deymiz, juda ham kuchli davlat barpo qilishga muvaffaq bo'ldi.
Bu sarkarda To'nyobg'u nomi bilan bog'liq edi. Demakki, To'nyobg'u o'zi sarkarda bo'lib, ot ustida yurish bilan birgalikda mana shunaqangi butun boshli mamlakatni tartibini o'zini nazoratiga ushlagan edi va Ipak yo'li savdosining eng yuqori cho'qqisiga ham aynan ko'tarib olib chiqib bergan sarkardalardan biri bo'ldi. Dunyobg'u Xoqonning davlatchilik rivojlantirishdagi yutuqlari tariximizning oltin sahifasiga aylangan. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.